alaykum. Alaykum assalom. Men Toshkentdan Sevaraman. Sizdan ro'za haqida so'ramoqchi edim, maylimi? Uydagi akalardan hech kim yo'qmi? Ha, onam bor, lekin ular senga Toshkentdagilar. Eshitaman qizim, eshitaman. Biz oilamiz bilan hozir ro'za tutyapmiz. Lekin iftorlikda ham, saharlikda ham duo bilan ochib, duo bilan yopyapmiz. Chunki ishga ishlamamiz yo'q. Aytingchi, bizning ro'zamiz qabul bo'lyaptimi? Sizga qisqa bir she'r o'qib bersam maylimi? Bir ozarbayjonlikning she'ri. Deydiki, marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, tutgan ro'zangning ne ma'nosi bor? Uyingda miskinga taom yo'q bo'lsa, bir oy och qolmoqning ne ma'nosi bor? Agar tarozidan ayirib qolsa, tiling zahar kabi yurak og'ritsa, qo'ling pora olib poralar bersa, o'qigan namozingning ne ma'nosi bor? Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar, haqsizdan pul olib haqli qilganlar, haj qilmoqning ne ma'nosi bor? Harom pullari bilan villa qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar, tuhmat bilan kimnidir baxtsiz qilganlar, o'lganida Yosinning ne ma'nosi bor? Namoz ham, ro'za ham muhim birodar. Vijdonli bo'lish qiyin birodar. Haqiqiy inson bo'lish muhim birodar. Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor? Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor?